Assalomu alaykum, rahmatulloh, salomat sizlar. Hop, ikkinchi marta videoga olyapman buni. Chunki birinchi marta olganimda zapis yoqib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Sizlar uchun ikkinchi marta. Hop, mappa part 2si, part 1ni qilib o'ylaydi. Part 2da ko'rayotgan bo'lsanglar, bu boy, ya'ni undan oldingisiga qaraganda sal qiyinroq hisoblanadi. Nimaga? Chunki informatsiya sistem ko'p, bir-biriga zid joylashgan hamma narsa, ko'p narsa aytiladi va bu yerda уже 6 ta narsani topishimiz kerak. School, sports center, clinic, community center, supermarket, playground. Mana shularni topishga harakat qilamiz bitta-bitta eshitib, bunda analiz qilish sal boshqacharoq bo'ladi. Boshqacharoq formulada topishga harakat qilamiz. Так, undan oldin Telegram kanalimga narx tashlab qo'ydim. Ya'ni PDF faylda, ya'ni Word faylda полный alice map labeling, listening map labelingga kerakli bo'ladigan vocabularylar, tipslar, bemalol shulardan foydalanib, inshaalloh ancha anaqa balingizni, skoringizni oshirib olsangiz bo'ladi. Так, hozir listening boshlaymiz. 20. Zapis yoqqan mana. Okay, so I'll put a map of the proposed development up on the screen. You'll see it's bounded on the south side by the main road, which then goes on to Nunston. Another boundary is formed by London Road on the western side of the development. Ko'rayotgancha qisqacha aytib berdi. Ya'ni mappa, ya'ni main road south entrance-dan dotdi, ham bitta western side dotdi, London Road deb turib aytib beryapti. Inside the development, there'll be about 400 houses and 3 apartment blocks. Inside the development 400 anaqa houseslar, imamiz 3 apartment blockslar. Ya'ni mana bu narsada ko'rayotgan bo'lsangiz nima hisoblanmoqda bular? Houseslar, ya'ni housing hisoblanmoqda. There'll also be a school for children up to 11 years old. 11 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun school bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz bizga birinchi javob, ya'ni school topishimiz kerak edi. Shu haqida informatsiya yetishib boshladi. If you look at the south entrance at the bottom of the map, there's a road from there that goes right up through the development. Shunda mana bu yerda ko'rayotgansiz south entrance yo'l bor deyapti, right up shunda tepaga through the development bo'ylab chiqib ketadigan yo'llar bor deyapti. The school will be on that road. School will be on that road. The corner of the second turning to the left. At the corner deyapti, burchakda on the second on the second left turning deyapti. Ya'ni o'sha on the second turning da to the left, ya'ni ikkinchi ko'rayotgansiz mana bu yerda birinchi chapga qaytadigan joy. Mana bu yerda nima bo'lyapti? Ikkinchi chapga qaytadigan joyi. Shunda mana shu yerda nimasida deyapti? Cornerda, burchagida deyapti. O'shaning hisobiga javob nima bo'lib ketadi? Prosta G bo'lib ketadi. Center is planned with facilities for indoor and outdoor activities. Ko'rayotgansiz o'sha bu yerda sport anaqasi haqida ketyapti. Facility o'sha sport haqida. This will be on the western side of the development. Ko'rayotgansiz western side of the development deyapti. Development bo'lsa western side, shunda nima bo'ladi? Chap tarafida, mana shu tarafda bo'lar ekan. Below the road that branches off from London Road. Ko'rayotgansiz mana bu narsa, mana bu yo'llar shunda nimasida tagida deyapti. Buni tagida qanaqa joy turibdi? C turibdi. 2 o'shani nima hisoblanadi? C hisoblanadi. There'll be a clinic where residents can go if they have any health problems. O'sha bu yerda endi klinika haqida topishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi qattaligini. Can you see the lake towards the top of the map? Towards the top of the map da o'sha lake ko'rasdan deyapti. Tepamizda mana bu yerda ko'rayotgansiz lakeimiz bor. Yes, we can. The clinic will be just below this. Clinic will be just below this deyapti. Lake below degani nima degani? Tegi degani. Shundan tegida nima turibdi bizda? O'zi ikkita variant bor edi. A bor edi, G bor edi. Above deganda edi agar. Shuni tepasida deganda unaqada A bo'lardi. Lake just below bo'lgan joy, tegida bo'lgan joy nima bo'lib ketadi? G bo'lib ketadi. Of a street of houses. Mana street houses dan shundan o'ng tarafida turgan doполнительный informatsiyani berib qo'yapti, что ziligini. There'll also be a community center for people of all ages. Hamma yoshdagi insonlar uchun ham community center bo'ladi, ya'ni 4-inchi community center edi. Shuni topishimiz kerak qattaligini. Side of the development. On the northeast side of the development, or northeast side, ya'ni east north. Ko'rayotgansiz mana bu tarafida bizda nima bor? Ikkita joy bor. Yo B bo'lishi mumkin javob, yoki E bo'lishi mumkin javob. Be a row of specially designed houses. A row of specially designed houses dot, ya'ni spetsialniy anaqaning ketma-ketligi.
specifically for residents over 65. Qanaqa special house bo'lyapti for residents over 65, ya'ni 65 yoshdan baland bo'lgan, katta bo'lgan odamlar uchun. Bu yerda ko'rayotgansiz elderly degani, ya'ni over 65 degani. And the community centre will be adjoining this. Community center o'shanga qo'shilib turadi deyapti. Ko'rayotgansiz, mana bu yerda qo'shilib turgan informatsiya bor. Mana bu yerda birinchi naqshani qo'yib, bu narsa hech kimga hech birovga qo'shilib turmayapti. Ana bu narsa elderly, ya'ni over 65 sinonim bo'ladi, mana bu yerdan join ham bo'lyapti. Shu hisobiga javob nima bo'lib ketadi? To'g'ri B bo'lib ketadi. Beshinchisi, we haven't forgotten about shopping. There'll be a supermarket between the two entrances to the development. Вот, supermarket bo'ladi between two entrances of the development deyapti. Ya'ni bitta birinchi entrance, yana bitta ikkinchi entrance. O'rtasi degani shu namchastlari bo'lishi kerak, namchasi. We're planning to leave the three large trees near London Road, and it'll be just to the south of these. Вот, ko'rayotgansiz shu large treeslarni just south of them deyapti. Ya'ni shuni tagida deyapti. Bu jo'namida shuni tagida south degani ko'rayotgansiz tegi bo'lyapti. Ya'ni below wording mashinasini ishlatyapti. Mana bu yerdan London Road'da south tarafida bittadan nima qo'yapti bu yoqda? H qo'yapti. Shuni hisobiga javob nima ketadi? 5 H bo'lib ketadi. Tak, kelaka malaka bo'lib ketdi. O'chirib turamiz. Yo'q. Okay. Tak, davom etamiz. It's planned to have a playground for younger children. Playground haqida ketyapti 6-inchisi. If you look at the road that goes up from the south entrance, Вот south entrance shuni tepaga ketadigan yo'lga qarasang, deyapti, ham yo'l haqida ham ketyapti. You'll see it curves round to the left and curves round to the left. Ya'ni ham narsani ko'rasan, deyapti. The top. And the playground will be in that curve. Вот playground will be in that curve, deyapti. Mana shu curve'da bo'ladi, deyapti. With nice views of the lake. The nice view of the lake. Ya'ni lake'ga shu qarab turadi yoki shu lake yaxshi anaqasi view ko'rinadi, yo'q turib beradi. Yes. So, bo'ldi. Inshaalloh mana shu bilan hammasini qilib chiqdik. Bunaqa emas, mana shunaqa yo'nalishda, ya'ni analiz qilib, qo'lni tushunib, ya'ni o'zi uchun bo'lsa ham bo'ladi, chalg'ib ketmasligi uchun, boshqa qilmasligi uchun. Mana shu narsa qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh ancha foydali va ancha osonroq bo'ladi. Tak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.